Retinoldan foydalanish mumkin bo'lmagan 5 ta holat. Bu faol modda haqida oldingi reelsimizda aytib o'tganmiz. Birinchi holat emiziklik yoki bo'lmasa homiladorlik payti. Chunki bu paytda ayollarimiz retinoldan foydalansa, homila rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ona suti orqali farzandga o'tadi. Buni o'rniga biz niasinamid, bakuchol yoki bo'lmasa peptidli mahsulotlar tavsiya qilamiz. Ikkinchi holat kuchli quyosh ta'siri. Bunaqa paytda umuman SPF ishlatmagan va retinol mikrokapsulali ko'rinishdan foydalanmagan ayollarimizda pigment dog'lari yana ham chuqurlashib kengayadi va yuzlari qizarish holatlari kuzatiladi. Bunaqa paytda biz maxsus mikrokapsulalarda bo'lgan, yozda ham ishlatish mumkin bo'lgan retinol va yaxshi 50+ SPF tavsiya qilamiz. Retinol bilan birga boshqa kislotali mahsulotlarni ham ishlatish. Ikkalasi ham terilarni yengilagani uchun yuz baryerilarini buzib, yana ham ta'sirchan qiladi, qizartirib, achishtirib yuboradi. Shuning uchun bizning tavsiyamiz retinol bilan bir kunda emas, ularni boshqa kunlarda ishlatishingiz mumkin. To'rtinchi holat yallig'langan, shilingan, pilingdan keyingi yoki yorilgan ugrilari bo'lgan teriga. Bunaqa holatda retinol ishlatsangiz yuzingizda achishish hissini yana ham kuchaytirib yuboradi. Bizning sizlarga tavsiyamiz yuzingizni yaxshilab tiklab olganingizdan keyin bu faol moddani ishlatishni boshlashingiz mumkin. Beshinchi holat teri haddan tashqari quruq va ta'sirchan bo'lsa. O'zi retinol ozgina quritish xususiyatiga ega. Shuning uchun mutaxassislar tomonidan yuzingizga mos, yumshoq retinol tanlab, yaxshi namlantiruvchi krem tanlab, belgilangan kun tartibi bilan ishlatish tavsiya qilinadi. To'g'ri tanlangan retinol bilan qarishni ortda qoldirasiz. Ajinlar, dog'lar, komedonlar, qora nuqtalar hammasiga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, direkt orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bepul konsultatsiya, to'liq nazorat va o'z go'zalligingiz, salomatligingiz uchun sarmoya kiriting.